Bizga Shifa Ali asaldan shunaqangi asallar keldi. Ishoninglar, bular haqiqiy tog'dan, muzliklardan, mana cho'ldan olinadigan asallar ekan, ishoninglar. Mana qaranglar, upakovkasini qanaqangi chiroyli. Buni mana shunday kimgadir hadya qilsanglar ham bo'ladi, o'zingizlar uchun ham sovg'aga olsanglar bo'ladi, kimgadir jo'natsanglar bo'ladi. Mana shu ko'rinishda chet elga eksport qilinyapti ekan. Duty free'da ham mana shunaqa ko'rinishda topsanglar bo'lar ekan. Mana bu asal haqida menga aytishdi. Va haqiqiy erkaklarga quvvat bo'ladigan asal ekan. Bitta yeb ko'ringlarda. Men yaqinda bir video ko'rdim. Bitta otaxonimiz 107 ga kirdi. Qanday 107 ga kirdingiz desa, asal yeb kirdim deyapti. Faqat asal yerdim deyapti. Nimaga? Immuniteti ko'tarar ekan. Kasal qilmaydi. Bilasizlar, kasal bo'lsak oldin faqat ota-onamiz asal choy qilib berardi yoki asalni yutib olgan yoki yeb olgan derishardi. Esinglardanmi? Ana shu asallardan, haqiqiy asallardan, tog' asallardan. Tianshan tog'ining ham asali bor, mana cho'lniki ham bor. Qorong to'qay asali mana muzliklardan. Toqqa ko'rsanglar muz qor turadi-ku, o'sha qarlarni olib chiqib qo'yibdi ekan. O'sha yerdan mana shu asal ishlab chiqarilib kelyapti. Gap bo'lishi mumkin emas.